Bugungi kunda tabiatdagi muammolar tobora avj olmoqda va bu holat nafaqat ekolog mutaxassislar, balki ijod ahlini ham jiddiy o'ylantirmoqda. Ayniqsa yosh ijodkorlar ushbu yo'nalishda faol ishtirok etib, o'z asarlari orqali keng jamoatchilik e'tiborini ekologik masalalarga qaratishga intilmoqdalar. 5-iyun Butunjahon atrof muhit kuni munosabati bilan O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi tomonidan Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida Ko'ngil ekologiyasi shiori ostida rasmlar tanlovi o'tkazildi. Mazkur tanlovda turli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan iqtidorli yosh rassomlar hamda rasm chizishga havasmand iqtidorli yoshlar ishtirok etdi. Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqan O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev ekologik muammolarga qarshi kurashishda yoshlarning o'rni sezilarli ortib borayotgani, volontyorlik guruhlari uyushqoqligi bilan o'tkazilayotgan turli aksiya va targ'ibot tadbirlarining bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z yuritdi. Ekofaol yoshlarimizning mazkur yo'nalishdagi fidoyiligi va shijoati qahramonlikka teng. Aksariyat vaqtlarda katta yoshli insonlar ham ekologik madaniyatni mana shunday yoshlardan o'rganayotgani meni taajjublantiradi. Negaki ayni damdagi yosh yigit-qizlar ekologik talofatlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, his qilib turibdi va ertangi avlod uchun hozirgidan yaxshiroq atrof-muhit sharoitini qoldirishga harakat qilmoqda. Mazkur umuminsoniy maqsad yo'lida intilayotgan, birlashayotgan yoshlarning kun sayin ortib borayotgani, yangi taklif va tashabbuslarni dadil bildirayotgani juda quvonarli, dedi Abdushukur Hamzayev. Tanlovda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti sanoat dizayni kafedrasi talabalari hamda Toshkent shahridagi qator oliy o'quv yurtlarida tahsil oluvchi yosh rassomlar, rasm chizishga havasmand iqtidorli yigit-qizlar yashil makon, atrof muhitning ifloslanishi hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish yo'nalishlarida chizgan suratlari bilan ishtirok etdilar. Tadbir yakunida g'olib deb topilgan ishtirokchilar partiya va universitetning qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.